Rossiyadagi hayotimizda ertalabdan kunimiz tok osh qilishdan boshlandi. Xo'jayinim kelib orada qarashib birpasda zerikib turib ketdilar. Keyin qizlarim kelib tugishdi. Hammamiz o'yin kulgida birpasda qilib tashadik. Biz tugdik. Aslzoda ipga terib chiqdi. Maharamiz ham tayyor. Gurunchlari va shunaqa o'ynab dirkillab chiqibdi. Qo'shni uyiga chiqib ketadigan darajada. Mana oshlarni yeb bismillah deb chiqib ketdim ishga. Bugun bitta zakazim bor, 3 xonali uy. Bu klientimni uyda ham 2 yildan beri ishlayman. Dugonasi bergan mani nomerimda, uyini yig'ishtirganimda. Oxirgi marta dugonasining uyiga borganimda, qizlarimni registratsiyasini qila olmaganimizda erim tezda MVDga borish kerak, ishingni tashlab kelmasa kuyadi degani uchun ikkita xonasini yig'ishtirib bo'ldim va srochno ketishim kerak desam tushunmasdan endi men o'zim qilishim kerakmi deb shunaqa tushunmagani uchun uni yo'qib tashlaganman. Ikkita xonasini yig'ishtirganim uchun pul ham so'raganim yo'q, chunki oxirgacha ishimni bitirmagan edim. Orada vaqt o'tgandan keyin menga rosa yozdi, "Ya без вас не могу, iltimos keling" deb. Lekin уже borgim kelmadi, "Yo'q, ishlamayman sen bilan" deb yozdim. Lekin dugonasi baribir chaqiradi meni, "Ish qilib biznikiga kelsang bo'ldi" deb qo'rqib turadi. Ishlarimni bitirib chiqib kofe ichib oldim. Ertaga выходной, xursandman, ichimda dam olaman deb. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'laman.